O'zbekiston bozorida germetikalarning turlari juda ko'p, lekin sifatlilari kam. Bugun sizlar bilan sifatli germetikalardan bittasi Stiz A va B to'g'risida gaplashamiz. Bu o'zi qanaqa germetika? Bu elastik germetika hisoblanadi. Asosan qo'llanadigan joyi beton, g'isht, profil, alyumin, любой barcha narsaga yopishadi. Ob-havoni barcha injiqliklariga qarshi bemalol tura oladi. Xo'p, buni bitta misol tariqasida tushuntirib beraman. Deraza rom qo'yamiz. Buni pena bilan yopishtirib, penaning ustidan ko'pchilik rodman ili albastrni qotirib tashlaydi. Bu juda katta xato. Ertaga zilzila bo'lganda yoki eshikni qattiq ochib yopganingizda bu o'zida treshina paydo bo'ladi, yoriqlik paydo bo'ladi. Kattalashib ketgandan keyin sovuq, issiq bemalol kirib aylanib chiqaveradi. O'shaning uchun hamki uyim nima isimayapti, ataplikdan baland, gazga ko'p pul to'layapman deb noliysizlar. Bu germetikamizni hamma narsa, hop, izolyatsiya vazifasini bajaradi, issiq sovuqni o'tkazmaydi. O'zida elastikni germetika tez yopishadi. Ustidan bemalol barcha mahsulotni o'ziga ola oladi. Aboy, emulsiya, kraska va hokazo. Stiz A tashqariga ishlatiladi, Stiz B ichkariga. Joyim kichkina desanglar, kolbasning varianti ham bor. Agar xohlasanglar kattaroq ob'yomda so'ramoqchi bo'lsanglar, 7 kilolichalik sizlarga ancha arzon tushadi. Kimgadir mahsulotlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi.